markab minganda arabchasida zuhu deydi. Zuhu degani ko'ngildagi ko'tarinkilik, o'zini yuqori his qilish, manmansirash holatini shu 3 ta Allohu akbar bilan inson pasaytiradi. Keyin o'sha Qur'oni Karimdagi subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun o'qiydi. Pok bo'ldi. U zotiki buni bizga xizmatkor qilib bergan. Men mingan ulovimni menga xizmatkor qilib bergan zot pok bo'ldi. Agar u zot buni menga bermaganimda meni hech qanaqa choram yo'q edi. Alloh berdimi yeyapman. Bermasa ilojim yo'q edi. Ya'ni bandalikni tan olish, Allohni demak maqtovini o'rniga qo'yish, poklab yod etish, bergan ne'matiga shukr keltirish.